Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Parandachiz kanalining hurmatli obunachilari va Andijon qora tovuq, Andijon qora jo'ja ishqibozlari. Xudo xolasa Andijon qora jo'jalarimizni 15 yillik varianti sotuvga e'lon qilinadi. Kimga zarur bo'lsa, O'zbekiston 12 ta viloyatiga dastlabki xizmatlarimiz bor. Kelishilgan holatda bo'ladi akalar. Jo'jalarimiz sog'lomligiga keladigan bo'lsa, hammasi Andijon sog', Andijon qora jo'jalar bo'ladi. Holatlariga e'tibor beringlar. 15 yillik holatda, yaxshi holatda, chiroyli katta bo'layotgan jo'jalarimiz bo'ladi. Beta soni 1200 ta atrofida. Kimga zarur bo'lsa 1000 tani, 10 ming tani. Nechta bo'lsa 10 ta olmoqchimisiz, 20 ta olmoqchimisiz, ham aloqa qilishlar bo'laveradi. Ob'yomda ham donalar bilan sotilaveradi akalar. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga aytganimizdek dastlabki xizmatimiz bor. Labo vaqt qo'yamiz. Xudo xolasa o'zimiz chiroyli yetkazib berishga harakat qilamiz. Uzoqqa zakaz qilayotganlar xavotir olmanglar. O'lganiga pul to'lamaslar, tirik yetib borganiga sog'lomligiga pul to'laysizlar akalar. Sulayib qo'ygan yo cho'lag'i yoki dili o'lib qolgan bo'lsa ham pul to'lamasizlar, bemalol zakaz berishinglar mumkin. Ishonarli joydan olmoqchi bo'lgan akalarimizga video tarqatib berasizlar. Jo'jalar holatlari mashq holatda bo'ladi. 15 yillik holatda hozir yozgi kuni bo'lgani uchun o'sha yozgi o'tganimiz hisobiga jo'jalar tashqarida issig'iga bitta qiynalib, sal jisman kichikroq katta bo'ladi. Agar mart oylarida bo'lganda boshqacha katta bo'ladi. Shunga misol konditsioner qo'ysa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Shuni kommentariyada yozib beringlar, hurmatli obunachilar. Konditsioner qo'yib, misol deylik 18 gradusga yopishib qo'yib, chiroyli qilib katta qilsa bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Yo tabiiy katta bo'lgani dabir yaxshi bo'ladimi? Akalar, bu jo'jalarimiz aytganimizdek sotiladi. Chiroyli holatdagi katta bo'lgan jo'jalar bo'ladi. Sog'lik, salomatchiligi, vaksinalari, donlariga keladigan bo'lsak, hamma narsalarni yeb, ichib katta bo'layotgan jo'jalarimiz bo'ladi. Kimga zarur bo'lsa, O'zbekiston 12 ta viloyatiga dastlabki xizmatlarimiz bor. Pastki nomerlarga aloqa qilishinglar, narxlari bilan chiroyli qilib kelishtirib, operatorlarimiz javob beradi sizlarga. Xudo xolasa aloqaga chiqib bemalol o'zingizga zakaz qilishingiz mumkin. Sog'liklariga garantiya beramiz, dastlabkilariga garantiya beramiz akalar. Jo'jalarimiz o'ta toza holatda, chiroyli holatda, yaxshi katta bo'layotgan jo'jalarimiz. Hurmatli obunachilar, mana shu jo'jani bir kunligida nima uchun Afrika tashlanadi? Boshqa narsa tashlanmaydi. Sababini bularga yo'llab bo'lsangiz, kommentariyga yozib ketinglar. Jo'jalarning narxlariga keladigan bo'lsa, narxlari 15 ming so'mdan ancha-muncha kelishadigan joylari bo'ladi xudo xolasa. Manzilimiz Andijon viloyati Asaka tumani, Yuqori Bo'z, Navbahor 25-uy, bemalol Andijon qora jo'ja olmoqchi bo'lgan akalarimizni video tarqatib berasizlar. Assalomu alaykum, Parandachiz kanalining hurmatli obunachilari va Andijon qora jo'ja ishqibozlari. Xudo xolasa Surxondaryo akalarimiz bir esa Andijon qora jo'ja zakaz qilishgan ekan. Mana xudo xolasa chiqaveryapti. Jo'jalar holatlari har bittasiga 15 ming so'raganmiz. Chiqaveryapti. Xudo xolasa chiroyli holatda betaloqa betib boradi. Jo'jalarimiz 1 ming bir zakaz qilingan. O'ta chiroyli holatda mana. Yetishyapti. Bunga zakaz kerak bo'lsa, mana shu Andijon qora jo'jalaridan 1 oyligidanmi, 15 kunligidanmi, 20 kunligidanmi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Damazda ham Laboda chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilaman. Sog'lom, chiroyli holatga yetib boradi. Jo'jani 20 kundan o'tkazdi. Jo'jamiz hozirgi mashhur jo'jamiz 20 kunlik jo'ja. Narxlariga keladigan bo'lsa, hech katta yo'q narxlarda akalar 17 ming so'mdan qo'yganmiz jo'jalarni. Bu Surxondaryoga ketyapti. Bunimiz Namangan, To'raqo'rg'onga ketyapti. Bu 200 ta jo'ja. Bittasi jo'janing 200 ta. Bu brollar jo'jamiz 308, bularımızdan 17 mingdan. Bu brollerlarimiz 20 ming so'mdan. 308 oq oyog'idan.